Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Bugun faqat hujumchilar bilan o'ynab ko'ramiz. Faqat markaziy hujumchi qanaqadir vingerlar yo'q. Faqat hujumchi Tolki beradi. Montaj ham qilmayman. Montaj ham kerak yo'q. Montajga ham erinib qanday o'yin bo'lsa, yaxlit shunaqa o'yin qilamiz. Xo'sh, taktikalarda endi g'arti hujumkor taktika qilamiz. Endi boshqa ilojimiz yo'q, chunki himoya bilan varati o'ta salbiy bo'ladi. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Xo'p, ikkita chap qanot hujumkor qilamiz. Ronaldo bilan Messini sal teparoqqa ko'tarib, xo'sh, keyin ikkita himoya, ikki qanotni ham vinger pozitsiyasiga o'ynashga harakat qilamiz. Endi himoya o'ta zaif bo'ladi. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Endi Braziliyani shiorini qilamiz. Atadiku nima deydi? Qancha karochida bunasini o'zi. Yoraverish kim bo'ladi? Prosta Holland bo'lmaydi. Torres qo'yamiz. Torres ming marta yo'q, milliard marta yaxshi Hollandga. Chunki men ikkinchi qavatga ko'proq o'ynaganim uchun Holland ikkinchi qavatga umuman yo'q desa ham bo'ladi. Asosan pastga ham unaqa kuchli o'yinchi yo'q. Unaqa menga shunaqa bu kartasi unaqa kuchli yo'q. Balki boshqa kartalar kuchlidir, lekin imенно bu kartasi umuman kuchli yo'q. Xo'p, Arnautovichni sal teparoqqa ko'taramiz. Gakponi pozitsiyasiga o'ynatishga harakat qilamiz. Messini menimcha baribir striker pozitsiyasiga o'ynatish kerak. Yaxshi. Neymar yarim himoyaga. Yarim himoya ham o'ynab beradi deb o'ylayman, chunki shu pozitsiyaga qo'ymasak bo'lmaydi. Tayanch himoyasiga kimsan? Robert Lewandowski. Zashtamizga Isak bilan Oliver Giroud. Vara tomonimiz Kylian Mbappe. Vaqtimiz ham tugab qoldi taktika qilganimizga. Necha o'ynaymiz? Uni kuchliligini divizion 3 ga o'ynaymiz hozir. Divizion 3 unaqa podarka komandalar tushmaydi. Shehni ham inobatga olish kerak. U 3001 короче, mendan ancha kuchli tarkibi вообще fucking fashion bo'lyapti. Chotda nima ekran qorong'i bo'lib qoldi. Himoyaga ikkita qaraladi. Yo. Giroud pas qanot bilan. Pas. To'g'ri o'tmadi-ku. Qani, lekin bularni bitta nosi tepdimi gol bo'ladi. O'tkazdim gol bo'ldi deyish. Xarosh. Isak, Gakpo. Pas Neymar Junior, Fernando. Leo pasga. Qani, o'tdimi? Yo, o'tmadi. Alvarez pas. Vo. Offside. Qani offside bu yoqqa? Siz betga o'tdinglar? Yo. Necha. Zaradan 20 qoldi. Shu uchun Giddasni yo'q qo'yish kerak. Giroud oldinga tepamiz. Cristiano ikkinchi qavat yaxshi o'ynaydi. Voy gol bu. Aytdimmi, bitta zarba, bitta gol deganimiz uchun. Eng muhimi glavnisi tiltga tushmaslik kerak. Odam o'zini erkin qo'yib, cho'chaman deb o'ynash kerak. Pas. Alvarez, Leo. O'tib ketib qoldi. Hop. Yaxshi ochilamiz. Zarba berish kerak. O'tmadi. Zarba. O'tmadi yana. Blok. Leva zo'r keldi. Pushka shedan keyin onasini yemsan. Pressing. Normal pressing qilamiz. Yaxshi. Arnautovic. Pas Lewandowski. Qo'ymadi. Leo pressingga kelsa-da,
Yaxshi, pas. Voy, olib qo'yganini. Ya pushkani onasini yemsan. Voy, o'xshamadi. Orqaga. Cross. Torres. Voy. Voy. Yaxshi shu turim qilamiz. O'tolmabdi komanda. Leo o'tmaydi. Pressing. O'tkazsak tugaydi-da. Gol. Aytdim-ku. Muhimi comeback qilamiz. Chunki bizga hujum kuchli. Gol uramiz. Gol ursa bo'ladi, o'tkazmaslikni iloji yo'q-da. Qani Messi, Torres. Messi, yaxshi Alvarez. Leo, Arnautovic. Pas. Lewandowski. Yaxshi cross berish kerak mavjudda. Arnautovic. O'tib ketdi. Pushka, Gakpo. Uy! Nima bu? Gakpo, nima bu? Baribir hujumchida. Gap yo'q Gakpo. Давай. Comeback. Man City. Pressing qilishimiz kerak. Yaxshi. Men u safar faqat himoyachilar bilan o'ynaganman. Nima desam, himoyam beton. O'tish iloji yo'q. Oldirib qo'ydi. Voy, yaxshi Olivier Salat. Nima deyotgandim? Hujumimiz, zashtamiz zo'r edi. Hech kim o'tolmadi, lekin bitta ursak bo'ldi, g'alaba bizatga edi-da. Yutish osonroq edi. Bunga teskarisida qiyinroq bo'lyapti. Bunga ancha qiyin. Voy. Mbappe, Kylian Mbappe. Bosh. Neymar Junior. Zo'r ketdi. Arna o'tdi. Voy, blok qo'ydi. Comeback qilamiz. Gol. Yaxshi, Neymar Junior. Leo. Ketdi, qarshi ushlash kerak. Blok qo'yish kerak. Zo'r blok qo'ydi. Isakmi bu? Gap yo'q. Arnautovic bu. Biz kuchli o'ynaymiz, ana ko'rasizlar. Shotga просто так. Muhim natija. Vostonga. Isak, Giroud qanotlarimiz. Eplasak bo'ladi hozircha. Comeback hidishni kelib turibdi, prям buruntagiga qitiqlabdi-da. Comeback. Nima qilyapti bu? Men tarkibni ko'ring, 3126. Leomi, Villam, bittani qanot chap wingerda chota. O'zini xohishi, biz qanaqa o'yin tarkib o'ynaymiz. Himoyani ko'rasizlar, bir terishdeginlar, Bastonilar turibdi himoyaga. Azobini beramiz hammasini eslicha. Endi ularniki Messilar turibdi, bizning himoyamiz o'ta kuchli bo'lgani uchun Oliver Giroudlar gol sovg'a qilishligi mumkin. Gol ketdi. Bitta olingan hujumni chorib qo'ygan ekanman. Xayolga ham yo'q shunisi. Baratabon uradi. Pushka bersak bo'ladi. Arna, Villa. Pas o'ziga Leo bilan orqaga berishimiz kerak. Pasga o'tasanmi? Nimaga bu bitta o'yinchini aylanib o'tmoqchi bu Krish? Xo'p, Arna. Beradi pas hozir. Yaxshi, Giroud. Juda sekin ekan Giroud. Pas. Neymar Junior. Ancha qilgan ekan. Gakpo. Oldirib qo'ydi. Pas. Yana pas. Pasga pas. Gakpo. Qani cross. Zarba. Nima gap? Gakpo. Gol plus pas. Assist. 1+1. 2.
yaxshi aytdim-ku, kambek hidi bor dedim-ku sizlarga, kambek hidi. Voy, ushla buni, ushla buni. Voh, voh Bappe, voh Bappe. Boqsoqdan bo'ladi Bappe. Короче, kimdir ko'rayotgan bo'lsa buni videoni o'zi 10 dona odam ko'radi. Xo'sh, ko'p videolar chiqaraman. 2 kunga bir, 3 kunga bir. Hozir sal stabillik tushib qolgan. Haftaga 3 ta kamiga video chiqib turibdi. Endi просто sizlar aktiv bo'lsalar, endi ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Endi aktiv ham yo'q, motivatsiya ham yo'qda. O'tmadi. Mobile qanaqa o'yin bo'lishidan qat'iy nazar o'ynaymiz. Просто hamma gap sizlarga bog'liq. Vini Pux, gol. Bu qanaqa edi? Bitta zarba, bitta gol. Leomi bu? Zamin qilish davri kelmadimi degan narsa xayoldan o'tmoqda. Xo'sh, 69. Himoya уже tugagan, markaz leva ham tugagan. Hammasi charchagan. Bappeni hujumga chiqaramiz. Yaxshi kirish zo'r turib beradi. Qani kimlarni qo'yamiz? Shu himoyani almashtirishimiz kerakmi yo ikki qanotdan almashtirsami? Chunki bizga уже gol o'tkazdik-ku, 2 bo'ldi hozir. Bizga g'alaba kerak, hozir himoya kerak. Nima desam, 5-2 ga yutqazdi unimi? 3-2 ga yutqazdi. Baribir mag'lubiyatdi. Xo'p, Bappe. Lionel Pepsi. Mana bu ikki qanotni yanglishimiz kerak menimcha. Shu yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki hujumga yaxshi bizga patishga yordam beradi. Himoya chunki juda past bo'lib ketyapti reytingi. Unaqa tezligi ham pasayib ketdi. Har jihati musorlik bo'lib qolyapti. Ham biz hozir mag'lubiyat iskanjasida turamiz. Holand yaxshi tezligi bor Holandda, lekin juda nimasam o'lasqa futbolchida. Shunisi yoqmaydi, juda sekin. Xo'p. Va o'tmadi bu. Va ushlash kerak endi, ushlash kerak. Baraka topkurlar ushladi. Vini Holand foydasi уже yetdi. Voh, kim edi bu? Mana Krish. Sana pushkan bor edi-ku. Voy. Bu qanaqa edi? Bitta zarba, bitta gol bo'lardi. Qiynab tayyorladi shu Messi. Pepsi va Penaldo to'qnashuvida hozircha pas va Turamni. Va markazga pas. Yana gol o'tkazamizmi? Noto'g'ri tepdi. Baxtimizga noto'g'ri tepdi. To'g'ri bo'lsa gol edi. Yaxshi. Hozircha ikkita gol ham yo'q. Lekin hujumimiz kuchli, biz gol urishimiz kerak. Agar bu o'zimni xohlagan taktikam bilan o'ynasam, bitta ham urolmaydi shu shiltoqli. Va pas o'tdi. Leo pas bermadi. Chota endi o'yin qilishga boshladi u. Ishon, azobingni beraman o'zim tarkibim bilan o'ynasam. Короче, kimdir o'ynamoqchi bo'lsa, kommentga yozsalar, birga o'ynab ko'ramiz provaga. Holand o'tmadi. Pressing yaxshi. Bitta markazga pas. Neymar Junior shuni orqaga tortib buramiz. Blok qo'ydi. Ko'ngil sezdi. Davron ko'ngil sezdi deydi. Xayrli Hamid. Nima kerak bu paytga? Neymar Junior pas cross'ni bera olmasa menimcha. Voy mana.
Vaa! Hech bo'lmasa 3-4 bo'ladi. Vah! O'yin tugadi. Depay. Hozir qaysi klubga o'ynayapti? Bilmadim. Statistikaga ham umuman ham o'ynamadi u. Shu turishi bo'lsa ham. Necha. Ko'ringlar, like bosinglar. Подписка, komment. Просто videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, men xursandman. Hammaga rahmat, hammaga xayr.